Yiliga millionlab dollar daromad topadigan xitoylik aktyor va aktrisalar. Jeki Chan yiliga 400 million dollardan ortiq daromad topadi. Aktyor, kaskadyor, rejissyor, prodyuser va xonanda sifatida tanilgan Jeki Chan ishtirok etgan loyihalar soni 300 tadan oshadi. U nafaqat Osiyoda, balki butun dunyoda eng mashhur aktyorlardan biri hisoblanadi. Fan Bingbing yiliga 100 million dollardan ortiq daromad topadi. Fan Bingbing 60 dan ortiq film va seriallarda suratga tushgan. U Temir odam 3 va X odamlar kabi mashhur filmlarda ham rol ijro etib, xalqaro miqyosda tanilgan. Dilrabo Dilmurod yiliga 15 million dollardan ortiq daromad topadi. Go'zalligi va iste'dodi bilan tanilgan Dilrabo Brilliant, Oshiq, Uch hayot, Uch dunyo va boshqa mashhur seriallardagi rollari orqali millionlab muxlislar mehrini qozongan. Luxan yiliga 10 million dollardan ortiq daromad topadi. Faoliyatini Eho guruhi tarkibida boshlagan Luxan keyinchalik kino olamiga kirib kelgan. U qisqa vaqt ichida ko'plab film va seriallarda suratga tushib, Xitoyning eng mashhur yulduzlaridan biriga aylangan. Yan yiliga 8 million dollardan ortiq daromad topadi. Yan aktyor, model, qo'shiqchi va raqqos sifatida faoliyat yuritadi. U bir nechta mashhur brendlarning yuzi bo'lgan va surati Xitoy pochta markalarida bosilgan ilk artist sifatida tarixga kirgan. Van Ibo yiliga 6 million dollardan ortiq daromad topadi. Van Ibo aktyorlik va qo'shiqchilikdan tashqari motosport bilan ham shug'ullanadi. U mashhur dramalardagi rollari va xayriya ishlari bilan muxlislar hurmatini qozongan. Xo'sh, sizga ushbu yulduzlardan qaysi biri ko'proq yoqdi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun Toshkentliklarga motor kanaliga obuna bo'ling.